Qo'yib. Assalomu alaykum hurmatli mijozlarimiz. Rentpol bugungi obzorida shlifovka pola и parketa. Bu taxtani shlifovka qiladi. Mana eski holatini ko'rasizlar, mana kraska bo'lyapti. Bu apparat mana o'zini shtuka qo'yiladi. Endi 20 talik. И грубый tosh qo'yasizlar, keyin undan keyin mana bunaqa o'zini nulovkasi bor. Nulovka qo'yasiz. Ideal holatga keladi. Biz faqat hozir грубый deb o'tganmiz. 220 tok ishlaydi. Toza turetskiy apparat. Mana o'zini birkasida ham model Turkiya deyilgan. Ma'nisi o'zi balansirovkani ishlaydi, o'ngga chapga. Motori 2 kilovat, 220 da ishlaydi. Balonlar hammasi geliy. И o'zini mana changini yig'adigan mana qopi bor. Hozir ishlash protsessida ishladi. И qopini mana o'ziga o'rniga yig'di. Bu yerda mana instruksiyasi ko'rsatib qo'yilgan, qanaqa ishlatish. И mana hozir ishlash protsessini ko'rsatamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Plisosga tiqiladigan joy mana bu yerdan chang tortadi, и qopga yig'adi. Bunga barabanlari ham bor, remedli. Kimga shunaqa turetskiy shlifovka, pola, parketa, taxtani yangilamoqchi bo'lsangiz, Rentpro 27 ga ishlaydi. Dostavka xizmati bor. Любой время telefon qiling, yetkazib ko'rsatib beramiz. Taxta shlifovka, unchasida yo'q lekin.